Sushini yoqtirmaydigan insonlar bo'lishi mumkin-u, lekin issiqqina mazali chesnochli nonni yoqtirmaydigan inson bo'lmasa kerak. Bismillah deb mayonezga tvorojniy sir, chesnok solib, yaxshilab aralashtiramiz. To'g'ralgan ukrop, qirg'ichdan chiqarilgan mozzarella sirini solib, aralashtiramiz. Buxanka nonni kesib tayyorlab olamiz. Har birini ustiga tayyorlangan massani surib chiqamiz. Gaz listiga joylab, ustiga kunjutdan sepamiz. Oldindan qizdirilgan duxovkaga 10 minutda pishirib olamiz. Siz ham albatta bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'ring. Oila a'zolaringizga yoqib qolishi aniq. Chesnokli non sevadigan tanishlaringizga yuborib qo'yish esingizdan chiqmasin. Ketkizgan vaqtimiz barchamizga manfaatli bo'lsin.